Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Görüp atqanыңlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Programımız xoş gəldinglar. Məzkur proqramımızda muşu bir həftə jarayanda Uyğurlarga dair radiomuzda anlatılған bir qism mühim xəbərlərni əsiltib ötməkçimiz. Mən Erkin. Mən Gülçehrə. Dini alim Muhammed Salih Hacimning 83 yaşında Ürümçidagi ma'lum bir tarbiyalash markazida jon uzganlik haqidagi xabarlar tarqalgandan keyin muhojiratdagi Uyg'urlar cho'nqur qayg'u ichida bu zotni yod etdi. Yevropadagi bir qism davlatlarda, shuningdek Turkiya va Amerika qatorliq joylardagi Uyg'ur jamoati marhum uchun duo tilovat o'tkazdi. Turkiyada marhumning g'oyibona jinoza namozi o'qildi. Uyghur muhacirleri bu haqda to'xtalib, Xitoy hukumati olimni o'ltiraldisimi, lekin ilmni o'ltirolmaydi dedi. Uyghur diyarda tabiiy fan sohasida ko'zga ko'ringan olimlarning biri, Şinjan Universitetining sobiq maktab mudiri Tashpo'lat Tayyipning o'tgan yil aprelda tekshirishga elib ketilganligi dalillandi. Şinjan Universitetining aloqador xodimlari bu haqdagi savollarga javob berib, Tashpo'lat Tayyipga hozircha biror jinoyat bekitilmaganligini, uning texsha tutib turilib, tekshirish bosqichida ekanligini aytdi. Muhojiratdagi Uyg'urlar bu haqda fikr bayon qilib, Xitoy hukumatining Tashpo'lat Tayyipdek bir sodiq kadrni tekshirishga elib ketishi Uyg'urlar vatanida hech kimning bexatarligining kapolatga ega emasligini ko'rsatadi dedi. Yaqında Xitoy hukumatining Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Saudiya Arabiston, Turkiya qatorliq joylarda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarga yumshoq qo'lini so'zayotganligi ma'lum bo'lishga boshladi. Xitoyning har qaysi davlatlardagi elchixonalari va konsulxonalari yaqindan buyon har xil nomlarda ko'ngil ichish faoliyatlarini o'tkazib, shu davlatlardagi Uyg'ur o'quvchilarni taklif qilgan. Ammo navbatda Xitoy elchixonalari yoki konsulxonalarining bu xildagi faoliyatlariga qatnashadigan Uyg'ur o'quvchilarning soni o'tgan mezgillardagidan zo'r darajada azaygan. Ahvoldan xabardor bir qism kishilar bu haqda fikr bayon qilib, bugünkidek bir vaziyatda erkin dunyodagi bir qism Uyg'urlarning Xitoy konsulxonalarida uyushtirgan faoliyatlarga qatnashishini hargiz qabul qilgani bo'lmaydi dedi. Yaqında Xitoy hukumatining Uyg'urlarning an'anaviy to'y odatlarini xitoychilashtirishga urinayotganligi ma'lum bo'ldi. Xitoy taratqullari bu hodisani Uyg'urlardagi zamonaviylashishning bir ifodasi deb tashviq qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Qashqar Ko'nisha noyasidagi Uyg'ur yoshlarining to'yiga Xitoycha qo'sh-qo'shalliq xatlarni kesib choplash, to'y qiluvchilarning ota-onalariga Xitoylarning cho'nglarga haroq tutish odati bo'yicha muomala qilish, to'yga imom emas, balki Xitoy sekretarining bosh bo'lishi qatorliq ahvollar Xitoyning hukumat taratqularida tashviq qilingan. Faoliyatchilar bu haqda inkos qaytirib, bu Xitoy hukumatining Uyg'ur diyorida jiddiy ijro qilayotgan madaniyat assimilyatsiyasining bir qismi dedi. Yaqında Uyg'ur diyoridagi dinni qat'iy rad qilish, dinga qat'iy ishonmaslik tashviqotining umumlashayotganligi oshkora bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, bu tashviqot navbatdagi diniy asabiylikka qarshi turish shamilining muhim bir tarkibiy qismi bo'lmoqda ekan. Maralbeshi noyasidagi soqchixonalar bu haqdagi savollarga javob berib, o'zlarining hozir mushu xildagi tashviqotga qatnashayotganligini aytdi. Navbatda butkul Xitoy tavasida qanot yaydirilgan mushtumzorlikni tozalash, razillikni tugutish nomidagi ommaviy harakat Uyg'ur diyorida diniy faoliyatlarga zarba berishni o'z ichiga olgan bir holda davom qilmoqda. Uyg'ur diyoridagi aloqador hukumat xodimlari bu harakatning asabiy diniy faoliyatlarga zarba berishni nishon qilayotganligini ilgari surdi. O'tgan yillardagi o'xshash dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar bu yilmi 5 fevral G'ulji voqeasining 21 yillik xotirasini Xitoyga qarshi dag'dug'liq namoyishlar va turli faoliyatlar bilan kutib oldi. Amerika, Germaniya, Turkiya, Angliya, Gollandiya, Norvegiya qatorliq joylardagi Uyg'urlar shu joylardagi Xitoy elchixonalari oldiga to'planib, Xitoyga qarshi norozilik namoyish o'tkazdi. Namoyishchilarning jarangliq shuarlari va ularning qo'llaridagi oy yulduzliq ko'k bayroqlar ularning Xitoy hukumatiga bo'lgan g'azab nafratini namoyon qildi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Kanada qatorliq joylardagi Uyg'ur jamoatlari bo'lsa turli xotirlash yig'ilishlarini o'tkazib, 5 fevral G'ulji voqeasida hayotidan ayrilganlarni yod etdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.